Aziz ve muhterem mehmonlar, alhamdulillah futuhini ziyoda qilsin. Masmehemmi o'g'illarini mana nikohi sababli jam bo'libmiz. Nikohlanayotgan yosh kelin kuyovlarni Alloh baxtli, saodatli, barakotli nikohlardan qilsin. Qaysi nikoh barakotli bo'ladi? Qaysi inson baxtli bo'ladi? O'sha nikoh barakotli, o'sha inson baxtli. Shu inson pokiza ota-onalardan tug'ilib, taqvoda katta bo'lib, Xudoning do'stlaridan bo'lsa, o'sha nikoh saodat nikohi bo'ladi. Shuning uchun eng saodatli nikoh kimning nikohi deganda, Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ota-onalarining nikohi edi. Chunki u zotlaridan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek ulug' Allohning habibi, Alloh iroda qildi, u zot tug'ildilar. Azizlar, bu nikoh muqaddas nikohidir. Ana undan keyin qaysi biriki ulug'larni ota-onalari jamlashgan bo'lsa, nikohlashgan bo'lsa, ulardan dunyoga ulug'lar dunyoga kelgan bo'lsa, o'sha ota-onalarning, o'sha juft halollarning nikohlari hammasi saodatli nikohlar bo'lar ekan. Bizlar bu nikoh barakotlik bo'lsin, bu nikoh saodatlik bo'lsin deydigan bo'lsak, mana bu nikohlanganlar ham kelajakda ulug'larning ota-onalari bo'lishni Alloh nasib qilsin degan umidvorlikda bo'lishimiz kerak. Mahsimni chaqiring, Mahsimni chaqiring. Azizlar, alhamdulillah mana shu niyatda ulug'larimiz o'zlarining xonadonlariga nikohlanayotgan farzandlarni to'ylariga mana bunday ulug'larni taklif qilar ekan. Maqsad bu nikoh shunday bir fazilatli nikoh bo'lsa, bu nikohlangan insonlar saodatli insonlar bo'lsa, ulardan Allohning do'stlari dunyoga kelsa degan umidvorlik bilan shunday bo'lar ekan. Azizlar, yana nikohda nikohlanayotgan yosh kelin kuyovlarning taqvosiga qarab turib ulardan zurriyotlar pokiza bo'lishligi ham bor ekan. Sabablardan bittasi. Aytadilarki, shu haqda qadimda bir qozi domla o'tgan ekanlar. U qozi domla hozirgi Oliy sudning raisiga teng, hukumatning yuqori hukm qiladigan, hatto podshohlarni ham ustidan hukm qiladigan darajotdagi insonlar hisoblanadi. Shu zot bozordan bir qul sotib olib kelibdi dedilar. Quliga aytibdiki, bir bog'i bor ekan, shu boqqa sen qaragin debdilar. Va o'zlari doim endi qozi domlaning uyiga xilma-xil mehmon keldi ketdi. Shunaqangi hukumat ishlari, davlat ishlari, xalqning yumushlari shunaqangi bilan band. Bir aziz mehmonlardan kelib qolsa, quliga Muborak degan ism qo'ygan ekan. Muborak pishgan onorni shirinidan olib kelgan debdilar. Muborak borib onorni chiroyligidan olib kelsa, mehmonlarga qo'ysa, yesa achchiq ekan. Qozini achchig'i kelibdi-da, bu debdi, achchig'ini olib kelsan, bor shirinini olib kel desa, yana olib kelsa, yana achchiq ekan. Keyin qozi mehmonlarni oldi, sal hijolat tortib borib Muborakni, sen qanaqa odamsan? Bu meni aziz mehmonlarim bo'lsa, shirinidan desam, atay qilgandek achchig'idan olib kelyapsan. Yeb ko'rmaganmisan buni debdilar. Desa, yo'q, yegan emasman degan ekan. Nimaga yemagansan desa, menga boqqa qaragin degansiz, mevasidan yegin demagansiz degan ekan. Shu xizmat qilar ekan, qarang azizlar. Muborak degan bir qul. Asli o'sha qul bizdan necha chandon afzal.
kelgan qozi hayron qolibdi. Hammaylar debdi-da ko'ngliga tugib qo'yib mehmonlarni kuzatib, bir qizlari bor ekan. Qizlarini kimga berishni bilmay hayron turadi. Qozining qiziga hardor ko'p. Mana men degan ulamo puzalolardan qancha u saltanatli rahbarlaridan qizlarga hardor. Shunda qozi xotinlarga aytdiki, shu qizimizni nima deysan, shu muborak qulimizga bersak debdi. Xotinlar ham mayli siz nima desa shu. Ne qulni chaqirib, ey muborak senga bir gapim bor. Labba xo'jayin desa, shu qizimni senga nikohlab bermoqchiman desa, ha bir o'rgib tushibdi hali qul. Ta'sir debdi, men qul bo'lsam, hech narsa mulkim yo'q bo'lsa desa, sen undan tashvish qilma, agar uylansang ozodsan debdilar. Seni debdi uy joy bilan ta'minlayman, hamma yo'g'i mendan debdilar. Endi bu gapga rad qilolmabdi, mayli debdi, uylanibdi, joy qilib beribdi, uylanibdi, kelin bilan bo'pti. Endi kelinning onasi xabar olgani borsa, kelinga teginmabdi muborak. Lekin ona bu dadasiga, qoziga aytadi, bu shu bular bir-biri bilan teginishmabdi desa. Hayron bo'lib, ey muborak, nima kamchilik o'tdi bizdan, nimaga bunaqa senlar xotinlik qilmaysan ekan deb so'rasalar, ta'sir endi o'zlarini xonadonlarga har xil odam keladi. O'sha taomlar ham har xil bo'lgan. Bir insonning jasadiga shu shubhalik taom tushsa 40 kunda zo'rg'a chiqib ketadi. Men shuni halol mehnat qilib boqyapman qizingizni. Shoyat shuning tanasidan harom shubhani shu taomda quvvati chiqsa-yu pokiza bo'lsa, undan keyin biz pokiza holatda xotinlik qilsak deyapman deganda yana tan berdi. Bo'pti, mayli unday bo'lsa deb. Natijada bular oila qurdi, bir farzand ko'rdi deydi. Farzandini Abdulloh qo'ydi deydi. Abdulloh ibn Muborak degan avliyo zotning ota-onasi shunday ekan. Hazrat Abdulloh ibn Muborak Subhanalloh bamizda shunday keladi. Dashti sahroda ketyapti, chanqab ketyapti, bir quduq bo'lsa edi, suv bo'lsa edi desa, uzoqdan bir quduqni ko'rib qoldilar. Quduqqa bormasdan qani endi arg'amchisi ham bo'lsa, faqiri ham bo'lsa, shu bir to'yib suv ichsam debdilar. Borsa yo'q. Suv ko'rib turibdi, ololmaydi. Hayron bo'lib chanqab diqqat o'tirsalar, bir kiyik kelibdi deydi. Kiyik kelsa, haligi suv pastdan tepaga chiqdi. Kiyik to'yib ichdi. Yugurib boruvdilar, kiyik ketdi, suv yana pasayib ketdi dedilar. Allohga yig'ladi, namoz o'qidi, juda ham qattiq iltijo qildi, Parvardigor, shu jonivorga berasan suvni, menga nima bermaysan deb Xudodan so'radi dedilar. U kishiga bir ovoz keldi. U menga tavakkul qildi. Seni o'ya xayoling faqiri bilan arg'amchisiga ketdi degan ekanlar. Shundan keyin deydilar, u zot muhabbat suvi bilan sug'orildi-yu, qaytib umrini oxirgacha chanqamadilar deydilar. Chanqash nima unutdilar deydilar. Mana shu maqomdagi Hazrati Abdulloh ibn Muborak ota-onalar qanday baxtli, saodatli, taqvo bilan bu kishi dunyoga keldi-yu, o'zlari qanday ulug' zot bo'ldilar. Bu kishining sha'nlarida yana bir ajib hikoya. Bir kun deydilar, qancha muridlar bilan hajga ketyapsalar, ular karvonda yurib bir qishlarni chekkalarda, shaharlarda chekkalarga to'xtar ekan, kechasi yotadi, kunduzi turadi, o'shnaqa ketadi. Shu sahar bamdodga bir joyda tahorat qilsa, qishloqqa oqib ketayotgan ariq bor ekan, shu ariqda bir tovuqning o'ligi bor ekan. O'sha ariqni ya'ni bir xonadondan tahorat qilyapsizlar, ko'rib qoldilar, bir ayol chiqib tovuqning o'ligini olib ketib qoldi. Keyin ekan bu nima ekan deb namozlarni o'qib bir xabar olgani taqillatib, bu yerda kim yashaydi desa, bir ayol ichkaridan biz bormiz. Erkak bormi desa, yo'q, bizni dadamiz o'tib ketgan. Ha, bir tovuqni o'ligini olib kirib ketdilar, bu nima sizlarda bunaqa desa, u kishi ha biz
Farzandlarimiz och qolganda boshqa narsa yo'q, boquvchimiz yo'q, shuni endi olib kirib yedirdim debdi. Desa, "He, shundaymi?" deb-ku qaytib borib jamoasiga va'z, "Meni hajjim shu yerda bo'ldi. Kim men bilan shuni qiladigan bo'lsa qaytib ketamiz" deb hamma hajni sarf xarajati zodi rohilasini o'sha ayolga ehson qilib qaytib ketgan ekan. Ana qaytib bordilar, o'zlarining uyida bo'ldilar. Enak shu hajdagi borgan avliyolarga shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu yilgi hojilarning hajini qabuli Abdulloh ibn Muborakning sababidan bo'ldi degan narsa ularga ayon bo'ldi. Borib alohida ziyorat qilib bilsalarki, mana shu ish ularga zohir bo'ldi. Bir zotni taqvo qilganidan butun hojizga boradigan xarajatini bir kambag'al tul xotin yetim bolalarga och qolganlarga ehson qilganidan Alloh taolo u kishini hajini emas, u kishi sababidan nechan hojilarning hajini qabul qildi. Mana bu nimadan desa, mana bu taqvodan, mana bu ulug'likdan, mana bunday nikohlarni niyat qilib turib farzandlarimizga baxt, saodat tilashimiz kerak ekan. Farzandlarimizga o'g'il bo'lsa ham, qiz bo'lsa ham farzand bersa, o'sha Xudoni taqvodor bandalardan bo'lsa ekan, meni avlodlarimdan degan bizlarda qalbimizda ilinj shunaqangi Xudoga iltijo bo'lish kerak ekan. Uning uchun o'zimiz ham qattiq taqvoda bo'lishimiz kerak ekan. Bir mashhur she'r bor, hammamiz ham bilsak kerak-ku. 40 yil qildim mullolik, hech bo'lmadim bir yo'liq. Otam kasbini qildim, qo'yliq bo'ldim ham sog'liq deydilar. Mullalik bilan ish bitmas ekan. Aytibdilar, bu bilgan narsam shuncha narsa bo'lgan bilan bir tomon na chin mo'min bo'ldim, na chin kofir bo'ldim deydilar. Bir tomonga o'tmadim deydilar. Ammo otamni kasbini qiluvdim, ham qo'ylik ham sog'liq bo'ldim. Otam kim? Odam alayhissalom. Kasbi nima? Tavba. Qo'ylik bo'ldim degan nima degani? Dunyoni qo'ydim oxirat uchun. Sog'liq bo'ldim nima? Iymonni salomatligini topdim degan ekan. Iymon salomati tarki dunyoda. Odam alayhissalomning kasbi u kishi Allohga qattiq tavbada, iltijoda bo'lganlar. Aytibdilar, Alloh taolo marhamat qilib, "Fatalaqa Adamu min robbihi kalimatin fataba alayhi" dedi. Hazrat Odam alayhissalom Robbisidan kalimatlarni qabul qilgan. Bu talaqqo degan so'z muhabbat bilan qabul qilib, muhabbat bilan qalbiga joylab, muhabbat bilan amal qilishlikni talaqqo deydi ekan. Qachon nima qilishni bilmay xato qilib qo'ygandan keyin Allohga iltijo qilib nima qilsam bo'larkin degan narsani, qaysi gapni aytsam bo'larkin degan narsani tashvishida turganda Parvardigori olam bu kalimatlarni yubordi. Ana o'sha kalimatlarni qabul qilib olgandan keyin fataba alayhi, Alloh taolo u kishining tavbalarini qabul qildi. O'sha kalimatlar haqida aytdilar. Keltirgan gap: Robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bu oyat karimadan Odam alayhissalomga o'sha Alloh tomonidan bildirilgan tavba so'zi shu ekan. Ey Robbimiz deb aytdi, ko'plik sigasida, chunki Havvo onamiz ikkovsi uchun aytdilar-da. Robbana zolamna, zulm qildik. Ala anfusina, biz o'z nafslarimizga zulm qildik. Nima uchun zulm qildi? Azizlar, Odam alayhissalomni jannatga kiritilgan edi-da. Yerda yaratilib jannatga kiritilgandi. Jannatda yashayaptilar. Jannatda har narsa muhayyo edi. Jannat deydi, haqiqiy jannat deydi ulamolarning ko'pchiligi. Ba'zilar boshqa narsa deydi uni.
Lekin biz haqiqiy jannatga kirdi deb e'tiqod qilamiz. Kiruvdilar. Jannatda hamma narsa muyassar edi. Lekin imtihon uchun mana bu daraxtdan yemagin deb bir daraxtni mevasini ko'pchilik buni ulamolar bug'doy desa, shuni man qilib qo'ydi Alloh taolo. U kishi adashib qoldilar. Zillat deydi, toyilish deydi. Bunisidan qaytaruvdi, mana ustidan yesam bo'laversa kerak deb shunga o'xshash boshqa narsaga borib qoldilar-da. Shu xatolari shu edi. Payg'ambar alayhissalomlar hech qachon qasddan gunohi sag'irani ham qilmaydi. Ana shuning uchun buni gunoh deydi, ba'zilar sag'ira deydi, ammo ulamolar buni gunoh demaydi. Payg'ambarlar gunohlardan ma'sum deydi. Buni xato deydi, buni zillat, toyilish deydi. Ammo shu narsa Odam alayhissalomga qimmatga tushdi. Odam alayhissalom chiqarildilar jannatdan. Havo onamiz bilan birga chiqarildilar. O'shanga u kishi nima qilishni bilmasdan yig'ladilar, tavba qildilar, dod dedilar, faryod dedilar. Hech ham iloj yo'q. Nima uchun Odam alayhissalom jannatdan chiqarilganda qattiq yig'lab tavba qilganlar, biz unaqa qilmaymiz-ku desa, ular jannatni ko'rib qolgan edi-da. Biz hali jannatni ko'rmadik-da. Biz otamiz chiqqan joyni ko'rmadik-da, uni eshitib qo'yapmiz-da. Bizga o'xshagan odamlarga bu ertakka o'xshab qolyapti-da. Iymoni baquvvat odamlar bo'lsa, buni haqiqatini bilganda Odam alayhissalomga tavba qilardik-da. O'sha narsani Odam alayhissalom rohatni, farog'atni ko'rgandan keyin dunyo mashaqqati u kishiga hali do'zaxni ko'rmagan edi, do'zaxga tushganini qabul qilgan u kishi. Hali do'zaxga tushmagan edi u kishi. Ana shuning uchun tavbasi Allohga yig'isi, zorisi ana ashaddiy bo'ldi. Unaqa Odam alayhissalomga yig'lab tavba qilgan odam o'zi yo'q. Chunki u kishi jannatdan, rohatdan chiqdi. Bir odam soppa-sog' yursa-yu, og'ir kasal bo'lsa yig'laydi. Bir odam boy badavlat bo'lsa-yu, tasodif boyligi ketib qolsa yig'laydi. Bir odam nihoyatda ozod emin yursa-yu, bir tuhmat bilan qamalib qolsa yig'laydi. Bir odam yana bir narsaga, mushkulotiga, ne'matdan keyin qiyinchilikka, mashaqqatga tushib qolsa yig'laydi. Odam alayhissalom rohatdan keyin dunyoga tushganlar, jannatdan keyin dunyoga tushganlar, ana shuning uchun yig'laganlar. Odam alayhissalomning yig'laridan haqiqiy yig'i bo'lgani uchun Alloh taolo mana bu narsani aytib duo qil deb o'rgatib qo'ygan. Mana bunday aytgin deb bu talaqqiy mana shu bo'ldi. Robbana zolamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ey Robbimiz, o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar mag'firat qilmasang, rahim qilmasang, biz faqat ziyon tortganlardan, ziyon ko'rganlardan bo'lamiz deb yig'lashdi. Alloh o'rgatib qo'ydi. Va buni aytdilar-da. Bizga ham o'rgatib qo'ysa ham aytmayapmiz-ku. Odam alayhissalomga o'rgatib qo'ydi, Odam alayhissalom aytdilar. Azizlar, mana shu otam kasbi degani shu ekan. O'shandan endi Alloh taolo fataba alayhi u kishini tavbalarini qabul qildi Alloh taolo. Shunga ba'zi hadis shariflarda boshqacha iboralar bilan duolarini keltirgan ekanlar. Bu ham bizga bir bilib qo'yadigan narsa aytadilar. Aytadilarki, ajib. Hazrati Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan: Inna ahabbal kalami ila Alloh ta'ala ma qalahu abuna Adam hina iqtarafa al-khati'ata dedilar. Allohga eng suyukli kalom bu otamiz Odam aytgan so'ziki, kalomiki gunohni qilib qo'yganlarida dedilar. Qaysi desa, Subhanakallohumma bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Mana bu rivoyat ham bor dedilar. Subhanaka Allohumma. Bu tasbih hamma mahluqot, mavjudot aytadigan tasbih. Bizlar ham tasbih aytishimiz kerak. Boshqa mahluqot va mavjudotlar tasbihni tabiatan tinmay aytaveradi. U jonsizmi, jonlikmi, nimaiki bo'lsa. Sabbaha lillahi ma fis samawat yusabbihu lillahi ma fis samawat oyatlari hammasi shunga dalolat qiladi. Lekin bularning ichida bizga o'xshaganlarni tasbihlari aqlan ibodat bo'lsin uchun ongli ravishda aytishimiz kerak bo'lgan tasbih bo'ladi. Subhanaka Allohumma. Seni poklab yod qilaman ey Allohim. Nimadan? Boshqa mahluqotlar adashib xato Allohga nisbatan ayb va nuqsonlar chaplayotgan paytda ulardan men poklab unday emas Allohim. Sherigi yo'q, tengi yo'q, misli yo'q, niddi yo'q, yordamchisi yo'q, yolg'iz o'zi la ilaha illalloh vahdahu la sharika la deb. Endi yana boshqa har bir to'g'ri yo'ldan adashgan odam adashgan paytda Allohga bir ayb nuqsonni isbot qilgan bo'lar ekan. Biz ulardan emasmiz deb subhanaka Allohumma. Seni tasbih aytib poklab yod qilaman. Bu xolos emas. Va bihamdika seni maqtovingni aytib yod qilaman men. Va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha illa anta. Seni muborak ismingdan, oliy zotingdan sendan boshqa iloh yo'q. Zolamtu nafsi. Sen shunday zotsan, men nafsimga zulm qildim. Fag'firli. Meni mag'firat qilgin. Fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Chunki sendan boshqa meni kechiruvchi zot yo'q deb aytgan ekan. Mana bu duo. Alloh taologa sendan boshqa meni kechiruvchi zot yo'q deb aytishlik duosi Allohga yoqar ekan. Shuning uchun inna ahabbal kalami ilallohi maqalahu abuna adam deganlari ham shu ekan. Allohga eng suyuklik gapiki otamiz Odam aytgan edi, Allohga aytgan edi bu mana shu fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Sendan boshqa kechiruvchi yo'q-da. Shayx Sa'diy Hazratlari bu hadisda mana shunday bir hadisni keltiradilar. Bir gunohkor banda Alloh taologa gunoh qilganidan tavba qildi. Yig'ladi, istig'for aytdi. Alloh taolo uni tavbasini qabul qilmadi dedi. U yana dod faryod qilib yig'ladi, istig'for aytdi, tavba qildi. Ikkinchi safar ham uning tavbasini qabul qilmadi. Yana uchinchi marta yig'ladi, tavba qildi, istig'for aytdi. Endi uchinchisida aytadilar. Alloh taolo shunday dedi: "Ey farishtalarim, sizlar guvoh bo'linglar. Men mana bu bandamni gunohini kechirdim. Chunki bu juda ham ko'p yig'ladi. Mendan boshqa Robbisi yo'q buni derkan. Buni gunohini kechiradigan mendan boshqa Robbisi yo'q. Men shundan uyalib ketdim bandamdan derkan." Hazrat aytadilar: "Karam bini lutf xudovandigor gunoh banda kardasi va o sharmsor" dedilar. Alloh taoloning lutf mehribonchiligini ko'ring. Gunohni banda qilsa-yu uyalishiga Alloh uyalsa-ya dedilar. Banda gunoh qilishdan uyalmaydi, Alloh kechirmaslikdan uyalar ekan. Robbimiz qanday mehribon ekan, arhamur rohimin mana shu yerda dedi. Parvardigor olam bizga tavfiq bersin. Aytadilar. Hazrat Abdullah ibn Abbos roziyallohu anhu boshqacha bir rivoyat aytadilar. Odam alayhissalom yig'ladilar. Oxiri aytdilar: "Ya Robbi, alam taxluqni biyadik." Ey Robbim, o'zing qo'ling bilan meni yaratmaganmisan dedilar. Qola bala, Alloh taolo shunday seni men o'zim qo'lim bilan yaratganman.
Shunda yana Odam alayhissalom aytayaptilar: "Ya Robbi, alam tanfuxni, alam tanfu fiyya min ruhika." Meni o'zing yaratgan ruhimni sen o'zing jonimga tiqmaganmisan jasadimga? Aytadilar. Aytadilarki: "Alam tasbaq rahmatuka ala ghadabika ya Robbi." Seni rahmating g'azabingdan o'tib ketmaganmidi ey Robbim? Rahmating g'azabingdan o'tib ketmaganmidi? Alam tuskinni jannataka, meni jannatingga o'zing joylamaganmiding? Va huwa ta'ala yaqul deydilar. Alloh taolo bala xuddi shunday hammasini men qilganman. Aytadilar. Falima akhrajtani min jannatika. Unday bo'lsa jannatingdan nima chiqarding? Meni jannatingdan nima chiqarding desa Alloh taolo aytar ekan: "Bishumi ma'siyatika." Seni gunohingni shumi yomonligidan. Odam alayhisalom aytar ekanlar: "Falau tubtu aroji anta ilayha." Agar tavba qilsam, qaytarasanmi meni yana jannatga dedi ekanlar. Shunda Alloh taolo na'am, albatta, fataba alayhi, uning tavbasini qabul qildi dedi. Odam alayhissalomning tavbasini Alloh taolo qabul qildi. Bu gaplar kimdan chiqdi? Desa Hazrati Odam alayhissalomdan chiqdi. Bir rivoyatda yig'ladilar, sajda qiladilar, yig'laydilar. Yig'laganlarida Odam alayhissalom juda katta odam, jismoniy katta, 60 ziroga 30 ziro edi deydilar. Shuncha katta zot yig'laganda ko'z yoshdagi suv ariqcha bo'lib oqar ekan. O'sha ariqchadan oqayotgandagi suvdan darhol atrofiga ko'katlar unib chiqar ekan. U yosh qaysi jasaddan chiqdi desa, jannatda ne'matlangan jasaddan chiqdi. U jasaddan chiqqan ko'z yosh bilan unib chiqqan ko'katlar xushbo'y bo'lib ketgan ekan. Bu deydi Hindistonda Sarxandib tog'larida deydi, shuning uchun o'sha yerdagi ko'katlar xushbo'y deydilar. Ruda hindi deb eng xushbo'y atirlar o'sha yerdan keltiriladi. Keyin bir xo'rsinar ekanlar, xo'rsinganda qurib ketar ekan, ba'zilar yonib ketar ekan haligi ko'katlar. Shunda 200 yil, ba'zida 300 yil tavba qildilar. Alloh taolo shunda aytdi: "Ya Adam Sofiy, ey pokiza bandam." Odam dedi. Nido qilyapti. Indamadilar. 3 marta aytganda ham indamadilar. Jabroil alayhissalomni yuboribdi. Alloh taolo bor so'ra, nimaga indamayapti bu? Jabroil alayhissalom kelib: "Ey odam, eshitmayapsanmi Robbingning gapini?" desa, "Eshityapman" dedilar. "Nimaga labbay demaysan?" desalar, "Axir men pokiza bandasi emasman" dedilar. Men o'yladim, boshqa odam degan pokiza bandasi bor, o'shini chaqiryaptimikin dedim dedilar. "Ey odam" dedilar, "Seni qalbingda qanday holat bo'lgan? Shu gapni eshitganingda esa bir umid uyg'ondi, menmikinman deb, yana bir qalbim sindi, axir qanday men bo'lay, gunohkorman u dedim. Shunday iztirobda turdim" dedilar. Shu qalb Allohga yaqadigan qalb ekan. Bu qalb munkasira deydiganlar. Siniq qalb deydiganlar. Illa man atalloha biqalbin salimda, o'sha qalbi salim degani shu qalbi munkasira degani ekan. Singan qalbi salim bo'ladi deganda nima uchun bunaqa desa, arablarda bir gap bor ekan: "Rojulun salimun." Bu kishi salomat qolgan kishi ilon chaqib olganda, ilonni chaqqaniga qarshi taryoq degan dorini qo'ysa, o'shandan ilonni zahridan salomat o'lmay qolgan kishini shunday deydi ekan:
Odam alayhissalomning ham qalbini shayton chaquvdi. O'sha shaytonni chaqqanidan salomat qolgani o'sha siniq qalb salomat qalb deydigan dedilar. Ana kimni qalbi salomat bo'lsa, o'sha illaman atalloha biqolbin salimga keyin tushadi. U salomat qalb degani shu odam alayhissalomning siniq qalbi degani degan. Alloh taolo hammamizga siniq qalb nasib qilsin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا إله دیوان من اسم آدی O'zni darddan kelar ko'rgum ko'zlarimdan sellar yog'di jamolingni kelar ko'rgum Oshiqman o yo'qdur laylim shiringada rag'bat maylim Shundoq kechar hayot zaylim jamolingni kelar ko'rgum Qandoq seni aylamayman yuragimni aylading fath Ish yo'lida balandir sath jamolingni kelar ko'rgum Desam sevgan qarolimsan Demam nafsga qirolimsan Loyim qorgan kulolimsan Jamolingni kelar ko'rgum Dardim sig'mas dostonlarga Bo'yim yetmas osmonlarga Yurak to'la armonlarga Jamolingni kelar ko'rgum Qandoq seni sevmasin dil Yulduzlarni ko'kka qandil Aylading hayratdan loltil Jamolingni kelar ko'rgum Oh qadrimni oshirganim Jannatiga shoshirganim Ka'basiga bosh urganim Jamolingni kelar ko'rgum Gunohim ko'p yuzim qaro Dilda dard ko'p qalbim yaro Lek sevganim jannat aro Jamolingni kelar ko'rgum Al-Muhaymin Al-Muqaddim Al-Wahid Al-Muntaqim Ya Al-Musawwir Al-Rahim Jamolingni ko'rgum Jamolingni ko'rmasam men tatirmikan nat Ishqa to'ldim suydurdingga men qo'lingga qildim himmat Dunyo emas menda maqsad sen shohimning bir nazari Neni ravo ko'rsang andan topay hikmat ila rohat Gunoh daryosida suzdim vujud yayrab ko'zim qunab Avfing tilab endi qo'ling qilar ixlos ila toat Karam aylab kechirsang gar qalbim toza bo'lsa gardan Shu tilakka zikringdaman endi har onu har soat
Ne'matlar meni bu dunyoning bazmida xo'p Qumsar nafsim u damlarini kuch ber qilay unga toqat Xokisorlik ridosining men g'aribga ravo ko'rgin Manmanlikdan kibr olib oxirida topmay ofat Sukut bergin bu tilimga zaruratsiz so'zlamasin Kam so'zlasin, rost so'zlasin, eshitganlar desin rahmat So'raganim men uchun ko'p, senga qilcha og'ir emas Dirsan men muhtojman, topinganim sensan faqat Oshiqlaring bisyor sening, ular qalbi quyoshlardir Kim ularning yo'lin tutsa, bular chin mo'min, chin ummat Bu qo'ling ham shu yo'l uchun kiymish safar chakmonini Tavba qildim oshiqligim, qilganim yo'q aslo minnat Allohum Ya Rab gunohim beadad, men yig'lamay kim yig'lasun Qilgan ishim bor isbat, men yig'lamay kim yig'lasun Nafsim uchun avoraman, amring tutolmay boraman Dargohingga yuz qoraman, men yig'lamay kim yig'lasun Yoshim gunohlar axtarib, o'tdi bu kun keldim qarib Dargohingga ham yolvorib, men yig'lamay kim yig'lasun Umrim bo'yi yurdim sayoq, bo'lg'ay guvohim qul oyoq Gar ursalar o'chlik tayoq, men yig'lamay kim yig'lasun Jon olguchi kelsa agar, shayton solur yuz shurshar Hibz etmasang o'zing magar, men yig'lamay kim yig'lasun Yoron tanim gurga tiqar, rahm etmasang gar yer siqar Bir kun yana gurdan chiqar, men yig'lamay kim yig'lasun Kirsam qorong'u go'rga, muhtoj bo'lurman nurga Lutf etmasang yorurga, men yig'lamay kim yig'lasun Munkar nakir kirsa shtob, diningna deb qilsa xitob Berolmasam to'g'ri javob, men yig'lamay kim yig'lasun Mahsharda 50,000 yil mustar bo'lib turgaylar el Ya Rab o'zing qilg'il yengil, men yig'lamay kim yig'lasun Boqmas ota o'g'liga ham, har kimni o'z boshida ham Gar qilmasang o'zing karam, men yig'lamay kim yig'lasun Dillar hamma hasrato, Nuhu Khalil Odam ato Hazrat degay ummato, men yig'lamay kim yig'lasun Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاكم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون